Hozirgi postim erkaklarga juda yoqadi. Juda yoqadi o'g'lim, sen yaxshilab eshit bolam. Ayollarni bir slabiy tomonini ochmoqchiman bolam. Ayol kishi qanchalik kuchli bo'lmasin, qanchalik oyga $1000, $10,000 pul topadimi, qo'lini uzatsa qat'iyadir yetishi mumkin, yoki ayol kishi mujik bo'lgan taqdirda ham, voy mana men degan Kuchinskiy bo'lgan taqdirda ham yonida bir erkak bo'lishini o'lib ketsin xohlaydi. Baribir xohlaydi, bir o'sroq, bir xuniydan bitta qop-qora yag'ir bo'lsa ham yonida shu eri bo'lishini xohlaydi ayol kishi. Ayol kishining mana shu slabiy tomoni mana shu. Mehrga doimiy nima deydi? Ehtiyoji bor ayol kishining. Qaniydi shu mayli bir mo'ysapit bo'lsa ham yonimda bir erim bo'lsa, bir boshqa juda arazlashgan bo'lsang ham yoniga borib, "Jonim endi boraman" desadi. "Yo, kechirasiz, biz endi yasholmaymiz, ajrashamiz" degan taqdirda ham men bo'lib ketgan yuragi, "Voy, jonim meniki shu quchoqlab olganlarida bir yarashib ketadi" deb turardi. O'sha payt agar xotiningni quchoqlamasdan, "Mayli, o'zing bilasan, juda yaxshi, onangning gapiga kiraver" deb duf etib eshikni yopib chiqib ketadigan bo'lsangiz, "Ha, o'l. Tavba qildi, sal munda keladi, yalinadi, quchoqlaydi" deb ayol kishi evantida o'ylaydi. Fikr yuritadi. O'shaning uchun naboydasi o'g'lim ayolim bilan arazlashib urushib qolgan bo'lsang bolam, borib juda astoydil kechirim so'rab uyingga qaytarib olib kel o'g'lim. Chunki u ham juda ko'zi mushtoq, seni yo'lingga intizor o'tiribdi. Sen ham toza laliga solib narxini oshirmaganda, ering kelganda juda kelib oldiga tushib ket qizim. Juda boshqasini topib ketadi, perashing kuyib qolib ketasan keyin.